7 marta haj qildirib keldim. Onamni haqqini ado etdimmi, yo'qmi, sharoit qilib berdimmi, yo'qmi deganda ustoz aytgan ekanlarki, onang senga homilador bo'lgan vaqtida, men farzandlarimga homiladorlikni shunday tushuntirganman. Bola 3,5 kilo o'rtacha bo'ladigan bo'lsa, o'shancha yana uni asrab turuvchi suv bo'ladi. Bola suvni ichida turadi. 7 kiloni ona oxirgi 2 oy, undan oldin 5 kiloni, 4 kiloni o'zidan qo'yavermasdan ko'tarib beradi. To'g'rimi? Shunda ustoz aytgan ekanlarki, shu 9-oylarga borganda ona uxlagan holida uyqusidan uyg'onmay, ehtiyot bo'lib, bu yoqdan bu yoqqa og'darilganini sen qila olmaysan 7 ta hajm. Mana ona qanday mo'tabar. Mana shu sizni ham onalaringiz, bizni ham onalarimiz. Mana shunda, mana qo'lingizga mana hozir chiqingda bo'lgan, mana shu stakanni 3 soat ko'tarib yuring, mana shunaqa qo'lingiz sog'liq edi. Bunisiga olasiz. Qancha bu? 150 gram, 200 gramga bormaydi. Bunisiga olasiz. Uni qo'yib bo'lmaydi, uni tug'ilguncha. Kecha men